Assalomualaykum hammaga, yaxshimisiz birodarlar? Mana yana hali bir obyektimizni tugatdik. Xudo xolasa inshaalloh oldidan ko'rinishi. Mana oldi holat. Ikkita tumbasi bor. Shu holatda bitta. Yonbaş ko'rinishlari mana. Avisa ko'rildi, polni shop. Necha stupayt qilib. O'ta zo'r chiqdi. G'isham yaxshi ekan, zo'r o'xshagan. Ja qimmat qishmasa, lekin har holda bo'limini normal ekan. Orqa tomoni terasasi. Orqa tomon. Orqa tomon ko'rinishlar. Men skvajim bor mana. Uyga maydan kirib ketgan. Tash ichkariga kiramiz. Shu holatda bitta mana kuxnyasi ekan. Kuxnya bu. Katta bitta kuxnya. Ja. Katta emas, normal, o'rtacha. Mana bitta katyolxonasi. 1,5 ga 2. Bu ana necha ekan? Bilmem 4,10 ga aldım ne kadar 5,5 ga 6,5 ga shunaqa. Mana tuvalet vannasi. 2 ga 2,30. Mayli bitta katta xonasi bor. Spalnisi. Mayli yana bitta xonasi bor, spalniy. Koridoru. Maydan detskiy xonasi bor bitta. 3 ta xona. 3 ta xona bitta katta zal, oshxonasi. Kanalimga obuna bo'linglar, qo'llab turinglar. Xudo xolasa keyingi videolardan chiqarib turamiz, keyingi videolardan.